كالبدر إذ تجلى بمكة أهلا وخيره قد حلى وخيره قد حلى وخيره قد حلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saodat asriga sayohatni davom ettiramizmi? Hamma uchishga tayyormi? Uchdik bo'lmasa ketdik. Ketdik. Abdulloh, sizmi uchmayapsiz? Uchyapman. Uchinglar, hamma uchsin. Ha, saodat asriga sayohat qilamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotlarini o'rganamiz. Qaranglar, endi oldingi darsimizda Ka'bani to'g'rilandi, Hajar al-Aswadni qo'yildi. Rasulullohning hikmatlari sababli, Rasulullohning chiroyli hukmlari sababli. Urushda oldi olindi, to'g'rimi? Qon to'kilishning oldi olindi. Demak, qaranglar. Demak, islom qon to'kilishning oldini oladi doim. Islomning maqsadi nima? Qon to'kilishning oldini olish. Odamlarning qoni to'kilmasin. Odamlar o'ldirilmasin. Ha? Qoni to'kilmasin odamlar. Kecha mana Rossiyada bitta 10 yashar tojikistonlik bolani nima qilgan? O'ldirgan. Bittasi o'ldirgan. To'g'rimi? Pichoqlab o'ldirgan. Pichoqni 15 yoshli. Itlariga pichoq tiqib yubordi. Ko'rdilaringmi videosini? Ha. Ko'rdilaringmi? Sadoq. Ha. Qaranglar. O'sha metiga pichoqni nima qildi? Haligi ot nima ekan? Ot kim ekan? Qobiljon ekan, ha? Qobil ekan, Qobil. Ha, Qobil. O'sha bolachani 10 yashar, mana sizlar bilan teng 10 yashar bolacha Qobil ekan ot. Qochuvdik, orqasidan quvib, haligi nima qildi? Bitta yaramas iflos nima qildi? O'ldirdi. Qarang, mana shu noto'g'ri narsa bu, bolalarni o'ldirishlik, ha? Bunaqa haligi begunoh bo'lgan, beayb bo'lgan bolalarga tashlanishlik bu bizning dinimizda bu juda katta jinoyat bu. O'ta qattiq, o'ta yomon nima? Jinoyat bu, jinoyat. Shuning uchun islom doim nimaga chaqiradi? Qon to'kmaslikka chaqiradi, odamlarga yaxshilik qilishlikka chaqiradi. Odamlar bilan yaxshi muomala qilib, yaxshi yashashlikka chaqiradi. Zolimlarda esa adabini berib berish kerak, to'g'rimi? Zolimlarda haddidan oshuvchilarni, kibrlanib, tug'yonga ketuvchilarni adabini berib qo'yishlik kerak. Qaranglar endi mana. Siratda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 40 yoshga yetdilar. 40 yoshga. Maşallah, 40 yosh. Qaranglar, inson 40 yoshda nima bo'ladi? Mukammallikka yetadi, ya'ni aqllari, ha? Zehnlari, fikri nima bo'ladi? Yana ham ochiladi. Insonning 40 yoshi bu nima yoshi? Mukammal holatga yetishlik. O'shanda aqli, ongi, fahmi zo'r ishla boshlaydi 40 yoshida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 40 yoshga yetganlarida Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilganlaridek, Rasulullohga yolg'iz qolishlik nima bo'lgan? Yoqib qo'ygan. Yolg'iz qolishlikni yoqtirib qo'yganlar. Shuning uchun qayerga chiqardilar? Tur tog'iga. Tur g'or, Hiro g'origa. Rasululloh chiqib u joyda nima qilardilar? Ibodat qilardilar. Hadicha onamiz Rasulullohning ozuqalarini, ovqatlarini nechta kun u joyda qolsalar, tayyorlab berardilar. U joyga chiqib, Rasululloh nima qilardilar? Qolardilar, o'sha yolg'iz qolardilar. Lekin yolg'iz qolish, qarang, Rasululloh qo'rqmaganlar. Qo'rqmaganlar. Lekin g'orda o'zi hatto bo'rilar ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ayiqlar bo'lishi mumkin. Sherlar bo'lishi mumkin. Qoraqoplonlar bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Lekin Rasululloh qo'rqdilarmi? Qo'rqmadilar. Yaqinda men o Gretson degan joyga borganimda yozda bitta hech kim bormadi Gretsonga. Hech kim bormadi. Gretsonga. Ha, o nima boribdi. Qo'y ko'tarib qo'ydi. O'sha yerda borganda toqqa chiqdim, qaranglar men. Tog'ning tepasiga chiqdim. Hatto ayiq ko'paygan. Ayiq ko'paygan. Keyin men mashinamda hali oq mashinam bor edi-ku, o'shanda chiqdimda tepaga. Shuni chiquvdik, shuni o'ng tomonimizdan shuni ikkita ayiq chiqdi-da. Shuni ikkita ayiq chiqdi. Bizni ko'rdi-da qochdi. Qochdi, bizni ko'rdi, tushib turib bir o'sha olamikin bizni bir nima arqanam olmagan ekan, ip olmagan ekan, baylab nima qilgan, mashina orqasiga solib olib kelardim keyin, bu yerda boqardilar ya ayoqda. Qochib ketdi. Ayiqni shuni bo'ynidan shuni baylab olib kelaman dedim, qochib ketdi.
toqqa shuni chiqqanimizda shuni yonimizdan chiqdi-da. Shuni yonimizdan chiqdi. O'zi ogohlantirishdi bizni, ayg'i bor, ehtiyot bo'linglar. Teparoqqa chiqib ketdik-da biz teparog'iga. Chiqib ketdik, o'sha yerda ayiqlar bor ekan. Bizga undan oldin xabar berishdi. Oldingi yillari o'sha katta ayiqlar tushib, o'sha yerda cho'ponlarning qo'ylarini yeb ketgan ekan qanchasi. O'zi ayiq bor ekan u. O'sha yerda keyin bitta ayiq bilan ro'para-ro'pa bo'lib qolgan odam bilan gaplashdim men. Turk odam bilan. U tog'dan ish bilan tushayotgan ekan, pastroqda bo'libdi. Shuni tushayotganda oldimda shuni chiqib qoldi deydi. Shuni tursa oldin shuni chiqib qolibdi. Nima qilishligimni bilmadim deydi. Mana shunday qatib qoldim deydi. Qo'lida hech narsa bo'lmagan, quroli ham bo'lmagan ekan, hech narsasi bo'lmagan. Shunday qatib qoldim. Keyin o'sha yerda endi qanaqa duo kelsa duo qildim deydi. Duo qildim. Boriga ichimda duo qildim deydi. Keyin o'zidan sekin ketib qoldi dedi o'sha yerda. O'zi sekin yurilib ketib oldi. Biz borganimizda biz mashinadan qo'rqdi shekilli menimcha. Chiqib ketdi yon tomonga. Keyin orqasidan yurdik biz. Nima qildik? Biz 3-4 kishi edi. Ushasi nima qilamiz dedik, keyin ketib qoldi. Mana shunday qo'rqmaslik kerak. Rasululloh ham qo'rqmaganlar, to'g'rimi? Chunki g'orda har nima bo'lishi mumkin. O'sha yerda keyin g'or bor ekan, o'sha biz borgan joyda. Hatto bitta Qosim Xo'ja degan nima katta xo'jalardan bo'lgan u joyda. O'sha odam men bu yerda ko'rishgan edim u xo'ja bilan. Istanbulda ko'rishgan edim. U xo'ja o'sha yerda dars bergan, o'sha yerda nima qilgan, o'zi yaqinda vafot etgan, o'zi 5-6 oy bo'ldi vafot etganiga. Qabri ham o'sha yerga qo'ydi. Keyin Qosim xo'jani nimasini aytib berishdi. U yerda o'sha Rasulullohga ergashib, Rasululloh kabi men ham yolg'iz ibodat qilaman deb o'sha yerga chiqib, u yerda g'or bor ekan. G'orda ham ko'rdim. G'orda aynan qilar ekanda, ibodat qilib chiqar ekan. Bir necha kun qolar ekan yerda. G'orga chiqib qolar ekan. O'shanda aytib berishdi o'sha yerda, o'sha g'orda qolganda aytardi ekan Qosim xo'ja, nimalar keladi, o'sha bo'rilar keladi, tulkilar keladi, chiya bo'rilar. Endi Serob aka, men nechta ham tulki ko'rdim. Tulkilar o'ynab yuribdi. Tulki bemalol o'ynab, sayr qilib yuribdi tulkilar. Bir necha marotaba tulkilar ko'rdim. Oldingizdan ne chiqib nima qilar ekan? O'shalar kelar ekan, quyonlar kelib, aynan olib ketar ekan, lekin Qosim xo'jaga tegmas ekanda. Bo'rilar, nima, ayiqlar. Hatto bo'ri ham nima ekan-ku? Ayiq. Tulki bilan nima ko'p ekan? Ayiq ko'p ekan. Qarang, kim Imom Ahmadning gaplari eslagingda bormi? Ha? Allohdan qo'rqadigan, ha? Habibulloh. Allohdan qo'rqadigandan hamma qo'rqadi, to'g'rimi? Qaranglar endi, mana shu yerda men sizlarga bitta nima aytib beraman. Payg'ambarimizning mavlolari bo'lgan, ya'ni xizmatchilari. Oti kim? Safina. Safina radhiyallohu anhu. Safina ismli. Kemada ketayotganlarida kema to'lqin bo'lib parchalanib ketadi. Keyin bitta orolga chiqib qolishadi. Orolga biz xuddiki ayiq bilan ro'para-ro'pa kelganimizda. Ammo biz mashinada edik endi. Ne kelganimizda. Kemada endi shuni borib, shuni chiqib qolishadi-da, keyin bitta sher keladi, g'irrlar. Sherni tasavvur qilaveringlar endi sher. Mana shunday keladi. Ko'rgansizlar-a sher, shuni keladi. Yaqinda bitta ko'rdilaringmi nimada? Bittasi tepadan shuni tashuvdi, o'zini bitta ahmad jinni anaqa hayvonot bog'iga shuni tashuvdi, sher shuni keldi, o'sha yerda urib olib ketdi, o'sha yerda parchalab oldi. Sher mana shunday, ya'ni yeb yoradi, g'ajib yoradi, suvaylaringizni mayda chuyda qilib tashlaydi. Keyin o'sha sher deb kelganda, yeyman deb. Tasavvur qilaveringlar endi. Shunday kelganda Safina radhiyallohu anhu aytganki, "Ey sher" degan. "Men degan Rasulullohning mavlolariman" degan. Rasulullohning xizmatchilariman. O'zingga qara degan. O'zingga qara. Deganda keyin haligi sher nima bo'lgan? Bosilgan. Keyin u kishiga va u kishining sheriklariga yo'lni ko'rsatib qo'ygan. Sher shuni borib yo'l ketadi-ku, uylariga ketish kerak, yo'l tomonini ko'rsatib berib, keyin xayrlashgandek qilib ovoz chiqarib xayrlashgan. Qaranglar, bu nima? Bu karomat bu. Allohning do'stlariga, avliyolariga bo'lgan karomat. O'zi aslan zarar beradi o'zi sher. Sher tabiatan nima? Zarar beruvchi. Lekin Alloh subhanahu va taolo do'stlariga kerak bo'lsa, karomat qilib zarar beruvchi narsani foyda beruvchi narsa qilib qo'yadi. Nima qildi? Shuni yo'lni ko'rsatib yubordi, foyda berdi. Qaranglar mana. Ibrohim ibn Adhamni bilasizlar, bu kishi tobiin bo'lgan, katta tobiinlar Ibrohim ibn Adham. Bu kishi bir kun yotganlarida bir joyda yotib qoladilar. Shuni yotganlarida bitta ilon kelib, chaqaydigan ilon kelib, bir gulni nimasini og'zida ushlab, u kishining tepalaridan ne qilib turadi.
o'g'an kunlarigacha qarab turadi. Shunda ulamolar aytadiki, u kishi uxlab chiroyli yaxshi uyqusini nima qilib olishligi uchun nima qilgan? Qarab turgan deydi. Pashalardan, hasharotlardan nima qilib turgan? Chayanpaylar kelib chaqib olmasin yoki boshqa ilonlar kelib hujum qilmasin deb turib, nima qilib turgan? Tepasida qarab turgan. Qarang, o'zi u chaqadi, ozor beradi, lekin Alloh subhanahu va taolo karomat qilib o'zini avliyolarga nima qilib qo'yadi? Uni foyda keltiruvchi qilib qo'yadi. Kimga ekan bu? Kimga ekan bu? Kimga ekan? Allohning do'stlariga. Allohning do'stlari kim ular? Allohning buyrug'ini qiladiganlar, taqvodorlar ular. Mashaalloh, taqvodorlar ular. Bu hali xanaquni ishlarda tek qilib yuradigan u. Alloh saqlasin, u shayton chalib yuboradi uni, to'g'rimi? Shayton qochishda unga nima qiladi uni? Chalib yuboradi. Lekin taqvoli odamdan shayton qochadi. Taqvoli odam haybati bo'ladi. Insonlarning ichida ham haybati bo'ladi. Uni ko'rgan odam o'zi, "Voy, ehtiyot bo'lish kerak bundan" deydi. Habibullohdan mana ehtiyot bo'lish kerak degan deydi. To'g'rimi? Nima o'ylantirasiz? Bir gap bormi Habibullohda? Yo'q. Sizlar mana shunday insonsizlar. Mana shunday odamlarsizlar. Demak, inson mana shunday bo'lmoqligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 40 yoshiga yetib o'sha nimaga chiqib, G'or Hiroga chiqib ibodat qilardi. Ibodat qilib shu kunlardan bir kuni u joyda turganlarida keyin bir voqea bo'ladi. Inshaalloh bu voqeani kelasi darsimizda o'tamiz. Inshaalloh. Kelasi darsimizga qoldiramiz bu voqeani. Bu boshqacha bir voqea. Bunga alohida bitta dars qilamiz inshaalloh. Vallohu a'lam va alam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.